Assalomu alaykum. Biz internet tarmog'ida kuzatib borayotgan qadrli obunachilar, hammalaringiz sog'misizlar, salomatmisizlar? Xo'p, ishxonamizdan ozgina videolar qilyapmiz, qadrli obunachilar. Bitayotgan ishlarimizdan bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz, qadrli obunachilar. Xo'p, enlari 1 metr, bo'ylari 1.60 sm. Bunga ochilish qo'ymaganmiz. Bu razmerimizdan 2 dona romimizni yasaganmiz. G rangidan, xudo xolasa, bitayotgan razmeridan. Xo'p, qadrli obunachilar. Xo'p, enlari 1.20, bo'ylari 1.60 sm, bir dona ochilish qo'yib berganmiz. Bu ham nihoyatda go'zal va sifatli bo'lib bityapti, qadrli obunachilar. Bu razmerimizdan 4 dona romimizni bitirib berganmiz, qadrli obunachilar. E'tibor beringlar. Oxirgi bir dona romimiz bor. Xo'p, enlari 1.30, bo'ylari 1.60 sm, o'rtadan bitta ochilish qo'yib berganmiz. Bu ham nihoyatda go'zal va sifatli bo'lib bityapti, qadrli obunachilar. Xo'p, qadrli obunachilar, yangi zakas olganmiz Zetmen profilidan. Yangi zakasimizni olganimizga 1 soat bo'ldi, qadrli obunachilar. Sirazi oldik, sirazi materialni olib kelib tushirdik. Xudo xolasa egasiga zarurroq ekan, 1 hafta muddat so'radik. Xudo xolasa planimizda 3 kun atrofida bitirib olib borib o'rnatib bersa, egasi ham xursand bo'lib qabul qilib oladi. Yuklarni tushirganmiz, qadrli obunachilar. Xudo xolasa ish jarayonini bir qator ko'rsatib o'tib ketaman. Bir qator o'zlaringiz ko'rib baho berib borasizlar, qadrli obunachilar. Mana archalari hamma yo'g'i yetib keldi, xudo xolasa. Mana shuruplari yo'q, hamma yo'g'i mana bosma resingasigacha mana yetib keldi, mana yetilib ketgan ekan. Xo'p, bosma resingasigacha yetib keldi. Fotochkalariga e'tibor beringlar. Fotochkalari, xo'p, enlari mana. Enlari 50 sm, bo'ylari 80 sm dan, xudo xolasa 4 dona fotochkamiz bor. Buni narxlarini addini aytib o'tib ketay. Buni narxlari xo'p 400 ming so'm atrofidan chiqadi. Gre aynaga, o'zini birga bir tushadigan qora aynaklari bor. Gre aynaga shu narxda bitadi. Xo'p, keyingi fotochkamiz enlari 50 sm, bo'ylari 1 metr bo'ladigan fotochkalarimiz 500 ming so'mdan chiqadi. Buni ham gre aynaga chiqadi. Oq fotochkamiz bor. Endi bu hammom fotochkalarimiz ular 200 ming so'mdan chiqadi. 40 fotochkamiz bor. Bu 200 ming atrofidan chiqadi, qadrli obunachilar. Mana xudo xolasa ishxonamizning ichkari tomonlari, qadrli obunachilar, tassobkamiz hamma yo'g'imiz xatga yetib kelgan. Xudo xolasa bir qator bitta kesib ko'rsatib o'tib ketamiz, xudo xolasa. Bismillah. Mana qadrli obunachilar, xudo xolasa kes jarayonini ham boshladik. Bizni kuzatib olinglar. Bundan da qiziq videolar hali oldinda. Mana xudo xolasa kesishni ham boshlab oldik. Xudo xolasa kesib, netib ishlarimizni chiroyli qilib olib boramiz. Xudo xolasa bizni kuzatib olinglar. Laklarni gumlarni bosinglar, eslaringizdan chiqmasin. Ishimizni bir qator ko'rsatamiz, xudo xolasa.